Bo'pti, onasi men ishga ketdim, yaxshi o'tiringlar. Ketavering, sizga faqat ish kerak. Bizachi, bizga kim vaqt ajratadi? Ikkita bola bilan charchadimmi kuni bo'yi uyda o'tirib? Bozorlik qilish kerak. Kim qiladi? Men qilaymi uni ham? Har kuni kech kelasiz. Telefon ham qilmaysiz, SMS ham yozmaysiz. Qachon oxirgi marta yaxshi gap gapirdingiz menga? Bo'ldi, tushunarli, xo'p. Voqliroq keling. Xo'p. Hozir. Dadım, men keldim, xotin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun ishdan 2 soat oldin keldim. Men aytdim xo'jayinga, menga dedim, ish emas, menga oila muhim dedim. Nimalar olib keldingiz? Siz boya ketishimda e'tibor bermaysiz, bozorlik qilmaysiz degani uchun bozorlik qilib keldi, polni sen yaxshi ko'rgan narsalardan. Men buni qara, eng muhimi mono tayliklardan oldim. Premium klass. Bitta qizimga turshukchaligidan, ikkinchisi lipuchkali o'g'limga ham oldim. Buni kiysa, bolang mazza qilib xotirjam uxlaydi. Sen ham xotirjam bo'ladi. Tagliklarni yoqib bering. Siz nima